Assalomu alaykum. SAT matematika sinflarlanuvchi ustozlar, shogirdlar, o'rganuvchilar. Bizni keyingi SAT savolimiz quyidagicha: agar deyapti, berilgan tenglamamiz x, y qiymatda yotsa, x, y tekisligida yotsa, o'shandagi x o'qini kesib o'tuvchi qiymatlarni toping deyapti. Ya'ni o'sha nolga erishuvchi qiymatlar, x o'qini kesib o'tadigan qiymatlar bizga nolga erishishi kerak. Xo'sh, bizda bunga qaraydigan bo'lsak, x kvadrat plus 7x plus 10 ni qiymatini nolga tenglashtiramiz va keyingi holatda ularning ildizlarini topib olamiz, nolga teng bo'lgan ildizlari. Demak, teoremasini foydalansak deydi, -7 ga 10 chiqishi mumkin va undan tashqari diskriminant orqali ishlab chiqsak ham bo'ladi. Diskriminant b kvadrat minus 4 ya'ni 7 ning kvadrati minus 10 ko'paytirilgan 4 hisoblab chiqadigan bo'lsak 49, 49 dan 40 tashlasak 9 ga teng bo'ladi. x1 va x2 qoida bo'yicha -1 plus minus ildiz ostida b taqsim ga formulasini foydalansak, yechimlarimiz -5 ga -2 chiqar ekan. Demak, yechimlar yig'indisi -7 ni ham berdi va ko'paytmasi 10 ni ham berdi. Javobimiz -5 ga -5 ga -2 degan javob qanoatlantiradigan bo'ldi. Javob C javob.